Tarbiyadagi 5 ta top xatolar. UNICEF hisobotiga ko'ra, ota-onalarning 70% farzand tarbiyasida yo'l qo'yadigan xatolarni o'zlari ham sezmaydi. Eng ko'p uchraydiganlari solishtirish, haddan tashqari jazolash, e'tiborsizlik, ortiqcha erkalatish va farzandni eshitmaslik. Bir fransuz onasi o'g'liga dedi: "Qo'shni bolasi sendan yaxshiroq o'qiydi. Sen esa doim orqada qolyapsan." Bola kitobni yerga tashlaydi va gapirmay qoladi, chunki u sevgi va qo'llab-quvvatlash o'rniga solishtirishni eshitadi. Kanadada ota-onalar uchun Parenting Without Mistakes nomli kurslar ishlab chiqilgan. Bu dastur ota-onalarga bolaga qanday so'zlar zarar yetkazishini va qanday muomala qilish kerakligini o'rgatadi. Savol: farzand tarbiyasida eng ko'p uchraydigan xatolar qaysilar va ulardan qanday qochish mumkin? Bu savolga o'zbekistonlik mutaxassisimizning javoblarini eshitamiz. Hammaga assalomu alaykum. Onalar maktabi doirasida navbatdagi foydali videomiz. Va bugun siz bilan farzand tarbiyasidagi 5 ta top xatolar haqida gaplashib o'tamiz. Demak, boshladik. Demak, birinchi top xato bu bolani urish, ya'ni unga nisbatan jismoniy zo'ravonlikka asoslangan tarbiya metodlarini qo'llash. Bir narsani aytib o'tishim kerak. Rivojlangan davlatlarda, dunyoning ilg'or jamiyatlarida allaqachon bolani urmasdan, uni so'kmasdan tarbiya qilishni juda ham ko'plab konstruktiv ekologik metodlari o'ylab topilgan va allaqachon bu tarbiya usullari o'zini mevasini, natijasini berib kelmoqda. Va o'ylaymanki, tez orada biz ham birgalikda sa'y-harakatlarimiz bilan farzandimizni urmasdan tarbiya qilish yo'llarini o'zimizni chiroyli odatimizga aylantiramiz. Ikkinchi top xato bu bolani fikr va hissiyotlarini qadrsizlantirish. Bola kelib yoningizga gapirganida uni e'tibor bilan eshitishning o'rniga yana gapiryapsanmi? Jim o'tirsang bo'lmaydimi? Katta bo'lganingda gaplashamiz. Hali sen o'zing nimani qoyillatib qo'yding? Qabilida uni fikrlarini qadrsizlantirish yokida siz oldingizga kelib hissiyotlari bilan bo'lishayotganida namuncha ming'illaysan, shunga shunchami, nima qilibdi, hech narsa qilma, e'tibor berma degan holatda bolani hissiyotlari, fikrlariga konteyner vazifasini bajarishi o'rniga xuddiki go'yoki hech narsa bo'lmayotganday reaksiya qilish, ya'ni kim uni fikr va hissiyotlarini qadrsizlantirish. O'ylaymanki, bu orqali siz farzandga hech qanaqasiga uni siz uchun qadrli, sevimli ekanligini singdirish imkoniyati bo'lmaydi. Uchinchi top xato bu bolani doimiy ravishda tanqid qilish. Albatta, tarbiya jarayonida uni xatti-harakatlarida, xulq-atvorida, ba'zi vaziyatlarda kamchiliklarini aytishimiz shart. Bu bizni ota-onalik vazifamiz. Ammo farzandingizni kundalik ravishda o'zingizni bitmas, tuganmas tanqidlaringiz uchun nishonga aylantirish bu tarbiyadagi eng katta xato hisoblanadi. Bunaqa vaziyatda yokida siz o'zingiz hayotdan norozisiz va bu narsani farzandingizga ko'chiryapsiz, yokida sizga tarbiyada shunchaki chiroyli usullardan foydalanish uchun ilm va ko'nikma yetmayapti. To'rtinchi top xato bu bolani ayblash. Doimiy ravishda har qanday vaziyatda bola aybdor bo'lgan oilalarni bilishimiz tabiiy. Bunday vaziyatda siz o'zingizga savol bering. Xo'p, bolani hozir ayblar ekansiz. Vaziyat uchun mas'uliyatni unga yuklab qo'yib, siz o'zingiz muammoni hal qilishdan qochmayapsizmi? Shunday vaziyatlar bo'ladiki, ota-ona o'zlari o'zaro kelisha olmay qolganda ham ana ko'rdingmi, seni deb biz hozir urishdik. Yokida uyda qandaydir muammo bo'ladigan bo'lsa, o'zi sizlar mana shu narsaga sababchisizlar. O'zi sizlarni deb men yaxshi yashamayapman, men orzu-havaslarimdan kechdim va hokazo qabilida doimiy ravishda farzandlarini ayblashadi. Albatta bu narsa bolani chiroyli tarbiya olishiga, kuchli, o'ziga ishongan, o'z qadrini bilgan inson sifatida shakllanishiga xalaqit beradi. Agar siz ham farzandingizni ayblaydigan bo'lsangiz, bu narsani darhol to'xtating va boshqa konstruktiv tarbiya usullariga o'tishni sizga tavsiya qilaman. Va oxirgi top
eng jiddiy xatolardan biri bu bolani uyaltirish va qo'rqitish. Ya'ni bolani doimiy ravishda uyat emasmi, qiz bola bunaqa qilmaydi, o'g'il bola yig'lamaydi, uyat deya uni hissiyotlarini namoyon etishga yoki qaysidir vaziyatlarda o'zini erkin tutishga doimiy ravishda cheklov qo'yar ekansiz, kelajakda ham u doimiy ravishda o'z ongidagi cheklovlar ichida yashaydigan, o'ziga erkinlik bermaydigan va hayotni mazasini his qila olmaydigan insonga aylanib qolishi tabiiy. Qo'rqitish esa bu alohida masala. Juda ko'p holatlarda ota-onalarimiz, bobo-buvilarimiz o'ziga qulay bo'lishi uchun, tezgina bolaga ta'sir qila olish uchun uni qo'rqitishadi. Hozir seni militsiyaga berib yuboraman, hozir mana yalmog'iz keladi, bo'ri keladi, u keladi, bu keladi deya. Iltimos, agarda sizga tarbiya borasida bilimlar yetmayotgan bo'lsa, bu albatta foydali kitoblar o'qish yoki bizni kanalimiz kabi foydali kontentlar ko'rib o'z ustingizda ishlang. Ammo bolani doimiy ravishda qo'rqitib, uni qo'rquvlar ichida katta bo'lishiga aslo yo'l qo'ymang. Chunki farzand sizdan yashashni o'rganadi, farzand sizdan doimiy ravishda mehr-muhabbat va qo'llab-quvvatlash kutadi. Aslo qo'rqish uchun manba sifatida sizga qaramaydi. Keyingi darslarimizda siz bilan yangi va yangi foydali mavzularni tahlil qilishda davom etamiz. Albatta bizni kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.